kommentariyani like'da bossin. 1000 ta like bo'lsa, 2000 ta kommentariya bo'lsa, ikkita odamga tushirib beraman. Ha, jonisom. Shunga o'tkazamiz, qaytaramiz. O'zingiz qarab turasiz. Ha, jonisom bo'lsin. Qalay bo'ldi obunachilar? Bugun bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin deydi. Mana bularni qarang, sog'lom mol ko'vish qaytarib turadi. Elyor aka kecha kuni zo'r abzor qilib berdi. Zo'r mollarni Muzaffar akam firmasidan ko'rsatib berdi. Bugun ham shunaqa videolar qilib berasizmi deganlar uchun, sizlar uchun zakas video. O'zi kommentariyani potlatib tashladi obunachilar. Nimaga arzon chiqardi? Muzaffar akam aynimasin. Chunki arzon chiqarib qo'ydi. Hammamiz ulgurmaganlar ham juda ham ko'p bo'libdi. Xudo xolasa xohlagan turinglardan xohlaganinglarcha bor. Sementalda to'qol variantidan deysiz, to'qol variantidan, shaxtoridan deysiz, shaxtoridan, Estonda novvoskalla deysiz, novvoskallalardan, shved deysiz, xullas kalom sizlarni quruq qo'l bilan kelasiz, mollarni yetalab ketaverasiz. Quruq qo'l bilan qaytarmaydigan xonadonga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi videorolik Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasidan Muzaffar akam fermasiga yetib kelganmiz. 2026-yil 24-fevral hafta kuniga seshanba kunimiz xayrlik, barakatlik, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga Allohdan baraka so'rab, Xudo xolasa niyatni yaxshi qilib, ko'nglinglarni keng qilib, maza qilib olinglar. Xudo xolasa chorvada baraka bor. Faqat niyatni yaxshi qilish kerak. Hamma narsa niyatga qarab deydi. Xuddi shunaqa qoziqqa baylaganinglarda Muzaffar akamikidan ham ko'payib ketsin. Muzaffar akamga o'xshab meni ham firmalarim 2 tadan bo'lib ketsin deb niyatni yaxshi qilib baylanglar. Mollar kelgan osilgan yo'q. Boriga baraka qilib ashitga mana. Holi turibdi. Qani ketdik. Sizlarni kuttirmagan holatda Muzaffar akam bilan obzor qilib, chiroyli qilib beramiz. Keyin firmada mol ko'p. Mana bu yerda juda ham ko'p firmada. Nimaga chiqarmadinglar aka shunchacha desiz, Muzaffar akam bitta odati bor. Yemog'ini, ichmog'ini, sog'liqlarini ko'rib turib, sinovdan o'tgandan keyin mana moshvetlarning zuvachkalar ostida sinovdan o'tgandan keyin YouTube'ga deysizlarmi, Instagram deysim, TikTok'ga keyin qo'yadi. Qani ketdik, turishini qarang. Mashalloh deb qo'yamiz. Mana buni ko'proq bossak ko'pchilikka tarqaydi. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, sonlar yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Xonadonlar tinchmi? Rahmat o'zi. Ro'zalar bilan qiylanmang. Assalomu alaykum obunachilar, xo'sh-tog'a, xo'jonalar, aka-uka, opa-singillar. Zo'r kommentariy yozishib, mollarimiz zo'r savdo qilganiga zo'rlarini olib keldi. Ha, joni hisob bo'lsin. Kecha kommentariyani potlatib yuboribdi. Aka rozi bo'lsin. Ikkita shvedni arzon qo'yib qo'yibdi, kimdir kuzatadi shekilli. Bugun ham arzon bo'ladi. Bugun ham arzonlari faqat zakaz qilganlarga keldi. Ha. Bugun Endi buni mehnatini o'zingiz ham bilasiz, qiyin narsa. Faqat zakaz. Bozorga chiqib ololmayapmiz deb telefon qilganlar. O'zimga tashlab bering, jo'natib yuboring deyapti. Ha, YouTube'ga ham chiqarmasdan deydi. Ana. Bo'ldi, assalomu alaykum. Hoji aka, sonlar yaxshimi? Sizlar Obunachilaringizga ham assalomu alaykum. Rahmat. Ro'za Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabul qilsin. Kecharasi haqqingizga duo qilibdi. Hoji akam kommentariy yozganlarga borki, yaxshi kommentariy yozsin. 300 ming tushirib beramiz. Tanlab, keyingisini tanlaymiz mana shu. Yo'q-a? Shunaqalari ham bormi? Mana shuni boshlab qo'yibmi Hoji aka? Qo'yib qo'ymas. Sizga gapiringa. Hoji aka, kecharasa Hoji aka haqqiga duo qilib, Hoji aka ko'proq tushiravering deyishyapti-da. Xudo xolasa aytyapmiz-ku, gap. Keyingisida nechta kommentariya bo'lishi qiziq. 1000 ta bo'lsin, ikkitasini tanlayman. 500 ta bo'lsin, bitta odamga 300 ming tushirib beramiz. Ehsoni bu mollar hech qanaqa yo'q. Qani men cho'ntagimdan chiqardim. Joni sog' bo'lsin. Duo qilib qo'yasizlar Hoji akami. Qani ketdik. Muzaffar aka, mana shundan boshlaymiz. Sementalda. Semental. Ha. 4 oylik bo'g'oz. Mashalloh. Tekshirilgan, syomkasini tashlab beraman so'raganga. Olagan doktori bilan mol qiynab tekshirishmasin, doktor bilan sog'lomligini ko'rishib olsin, bo'g'ozga javob beraman. Ana bo'lmasa. Hoji aka? Elyor aka 1.18 ekan, 1.15 ga olsin. 1.15 mana oq joyda. Kecha ham. Qayerda turibdi Hoji aka? Mana oq joyda turibdi. Hoji aka. Puli ham mana shunaqa tushib ketaveradi. Hoji aka. Yo'qligini qarang, jonivordi. Ha, jonivor ko'z tegmasin. Buzacha baqmasin, shuni baqsin. 20 million puli. Voy joni sog' bo'lsin.
23-25lar yo'q. Hoji aka. Bo'g'ozdan bo'zagini 15 millionga sotmaydi. Biz sotamiz 20 million. Lekin bo'g'ozini deyin. Bo'g'ozni. 19 millionga olishsin, 20 million emas, 19 Hoji aka sizga o'chakishib qolibdi Muzaffar aka mana. Hoji aka kecha ko'p tushirib yuborgan edingiz ekanda. Hozir germanda qarang, kavshani. Voy jonivor, sog'lomligini qarang. Olib beraman 100%ligiga. Ana bo'lmasa. Zuvachkasi og'zida. Sog'lom mol ko'sh qaytarib turibdi. Lekin bularni haqiqiy sutga ishlaydigan. Nimaga shoqi yo'qda ko'p suti, hali quvvat shoqiga ketadi. Bularga faqat sutga ketadi. Aka 120, 118 ga olsin. Ana bo'lmasa. 118 ga olaversa. Muzaffar aka, Yuvoshligi zo'r. umuman muammo yo'q deyin. Mana. Buni qarang. Nima qilyapsan ham demaydi. Endi buni bo'g'ozga ham qisirga ham demayman. Ha. Nashimolga olaversin. Tekshirtirmadik. Tekshirtirmadik, lekin zagonni ichida novvosi. Ko'proq fermadan chiqasa Muzaffar aka, Fermadan chiqqan qulog'ida birka o'sirg'alari ham. mana ko'rib turibsizlar. Muzaffar akam o'zini bu kichkina fermasi, katta fermasi iyaqda, keyin fermalardan olib keladi. Ana narigini nimaga qo'ymadi? Yemog'ini, ichmog'ini tekshirib turib keyin qo'yiladi. To'g'rimi? Bunisida bitta ikkita sotilganlari bor. Ha. Bor beraveramiz. 1-2 so'm abag'i bo'ladi. O't yegan o't yemaga 1 so'm bermaydi. Bir oy ham boq berib jo'natib berdim kerak. Mashalloh, ko'ryapsizmi? Son kun nimalariga. Bo'ldi gapi. Yopishtirib. 23 millionga olsa. Hoji aka, 22 ga olsin. ana ko'rdingizmi? Hozir xuddi shunaqa bo'ldi. 22 million. Hoji akam gapi yerda qolmaydi. Muzaffar aka, Bu mol yangilik emas. to'ppa-to'g'ri. Pulingiz o'zingiz bilan ketmoqchi bo'lsa, sizni chorvangizda mol ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, tezda ekrandagi nomerga Muzaffar akamning nomeriga aloqa chiqarasiz. Telegram, WhatsApplari bor. Moldan, sog'lomligidan umuman muammo yo'q. Xudo xolasa. Ro'zada sut ichaman degan odam bormi? Mana qarang. Hoji aka, mana shunaqa hunarlaringiz ham bormi? Mana qarang. Oo. Mana eng qizig'ini aytaymi, bo'g'oz 3 oylik. O'zi mana shunaqa so'ragan juda ko'p Juda edi menda. ko'p. O'zimdan so'raydi-da. Elyor aka Hozir ro'zi tashlab beradigan bo'lsam, 10 ta odamga, uni bir-biri bilan nima qilib bo'ladi? Baslashib O'rtaga yetadi. tashlaylik, ko'rib olsin. ha, olgandiki bo'lsin deng. Kela yaqin obing mana shu. Nima qilyapsan ham demaydi Hoji aka. Hoji aka, 4 litr suti bor. ana bo'lmasa. 4 litr. Xudo xohlasa. Suti bor, 3 litrga olsin. Ana. Zo'r boqsin, 5 litr sut oladi. Ana bu. Kuragini ham ko'rsatib beramizmi? Bularki yo'q. Qaragan olmas. Uy quyontish ekan, ha? Hali yetkizmabdi ham. Ha, Hali yetkizsa, ertaroq birinchi sochgan, endi katta bo'ladigan payti keldi. Molni qarang. mol 8 kurak bo'lguncha o'saveradi. Haqiqiy shved, suti bor, ham bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz doktor ko'rgan syomkasi bor, tashlab beraman kerak bo'lsa. 3 litr sutga, 3 oylik bo'g'ozga bo'yni o'chlab beraman hozir. Ana. Aka 3 oy sog'sin. Qancha sog'aman deb so'raydi-da, 6 oygacha sog'averadi. Ha. Nimaga Elyor aka dashi sog'sagan bo'laram desa, bola kichkina bo'lib qoladi. Bu shvedlar beraveradi tuqquncha. Beraveradi, Lekin sekin chiqarasiz uni ham. Ertalab bir mahal sog'asiz, keyin bir mahal qilib Aka 2 mana olib keling kameraga. 120 mi Hoji aka? 120. Bo'ldi, 120 ko'r. 8 ga olsin. 1-2 sm, 3 sm hech bola hal qilmaydi. Ha. Bu o'sadi. O'zi noto'g'ri o'lchash. Endi shunga odatlanganmiz, shuni To'g'ri. bitta o'lchamay kelsa, shuni o'lchamadi dedik. Kimgadir endi hammani ko'nglini olish kerak. Bu lekin tutaylari zo'r ekan, qo'lga kirish osonlar. Buni qarang, buni qarang. Buni qarang. Yuvashligini ayting, tep. Buni qarang. Bekaygan mol olishni. O'zi ho'kini bittasi aytib qoldi. Elyor aka dedi, tepadigan moldan dedi, o'zini o'zi yemaydigan mol yaxshi dedi-da, chunki bezimaysiz dedi. Hoji aka, O'zi ham aybdor o'zi mollar. Ha, nima deysiz? Bolasi yo'q mol. Muzaffar aka, yopishtirib, chiroyli qilib. 23,5 ga olsin. 23,5 ga? Yarim param qilmaydi. 25 million emas, 23,5 ga olsin. Ya, shundan 500 tushaylik-da, hammasidan tushib kelaylik. Bo'ldi 500 ga. Ha, keling qo'lni berib hozir laqib qo'yaylik. Ha, Hoji gapidan ushlab olaylik. Hoji aka, yana 23,5 deyavermasin, 23 ga bo'ldi. Kam bo'lar hamisha qo'yadi. To'ppa. Ozgina qolsin sotamiz. Xursand bo'lib duo qilib qo'ysin. Ro'za Ramazon kunida deng. Shuncha raqamli molimiz, Mickey Mouse. Vojon, sog' bo'lsin. Ha. Kun kutsin, bir haftacha tug'adi. Bir Chorshanbami, hafta. payshanbami, jumami, yakshanba qaysidir kun bir haftada tug'adi mol. Bitta oladi, lekin sizlarda ikkita bo'ladi, deng. Boradi Chista ikkita olib qo'yib, bo'ladi. bir hafta boring 10 kun. Mana shu oyda oxirigacha tug'adi, xudo xolasa. Mana uni qarang. Hoji aka, Mana uni qarang. agar uzoq yaqin bo'lsa bir haftaga ham bormaydi. Bormaydi, mana. Namanganmi misol deyapmiz biz. Xudo xolasa, qayga bo'lsa olib bortirib beramiz mana. Hoji aka, Hoji Hoji aka ko'p o'zingiz mol boqasiz, xunajillarda qitig'i bo'ladi, ha bizda. Bunda unaqa narsa qarang. Yuvoshini tanlab olamizda, Aha. birovga borganda yuvoshni ochib, tishini ochib bering. Baquvvat ekana. Aka, Lekin zakotda baquvvatmi? Arg'amchiga o'zim baylab chiqdim. Nuqtalarni taqib
Mana aka. Uy, bu ham quyonchi ekan aka, Ha. hoji aka. Aka xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi, katta mol. Inshaalloh, xudo xolasa. Hali quyon Tagini. tish. Mana buni qarang. Nima qilyapsan ham demaydi. Bu qarang. Tayyor, mana qarang, Mana, mana, raso mana, qiladi, mana, mana. Sosini Mana iloyim. qarang, mana ko'ryapsizmi? Mazaqsini hoji enamlar duo qilsin. Sog'ishsa ham bo'laveradi. Mashina o'lchadimi, o'lchamadingmi? O'lchab bering. Xudo xolasa, hoji aka. Olsin mazaqsini bitta. 35, 30 u narsalarni aytmayman. Ha. Bugun mana Odamlarni u gaplardan Mana. Mana metrni o'zi. bu 28, 24, 25 ga olsam mana. 25 ga Ana, bo'lsin. 25 ga olaversa. Bu 25 ga olsam. 28 chiqdi hoji aka. Bonus qo'yardim. Ha. Mana bonus temollarimiz. Bo'ldi, endi buni-chi. Muzaffar aka sizdan bitta olyapti. Xudo xolasa ikkita bo'lsin. Tutaylar to'rtta joyda yuvvoshligiga gap yo'q. Kalavatni qo'yib ham sog'oradigan ekan. Sog'averadi. Xohlagan yoqdan. Endi yapishlar uzr telefon bo'lyapti. Albatta qaytaradi kim bo'lsa ham. Bo'lsa hozir video chiqadi deb qo'yamiz. Buni bo'lishini haqini aytamiz. Yaqin bo'g'oz talashib tortishib, hoji aka ham men ham nima qildim? 25 millionga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida arg'amchi nuqtasi ham padarka. Hoji aka. Aka 30, 35 deyishlar yo'q. Ha. Xudo Biz xolasa. unaqa narsa yo'q. Yengil sotaylik. Bitta o'zi so'raymiz Muzaffar akamdan aramaga hoji aka. Elyorbi. Yaqin bo'g'oz molni olyapti turib ham, hali ko't og'ir bo'lmasin dedi sotyapti. Ha. 28 millionga ham olsa arzon mana shu mol. Men 3 million kamiga sotib beraman. Ha endi aka boydan ketsa, bog'bonga ketsa, aka qo'lingiz yengil. Olgan odam baraka topsin. Aka telefon qilaversin. Telefon qilaversin o'zi kelib. Keling, mana shu yerda hoji aka o'zi bitta gapirib keting. Bo'ldi, 500 ming. Bundan tushmadi deydi-da. Ha. Bo'ldi, 500 ming. Lekin molga gap Bo'ldi. yo'q. Omili. Bunda hoji aka tushmasa bo'lmasdi. Shunchadan tushib kelib, to'g'rimi? Oma qo'y. Endi mana bu nima deyapti aka? Bitta baqay maza qilay mana. Bu videoda chiqmasdan buni o'zim olib qo'yaman. Mashina yetali. Oma qo'y, shoxini uchida qorasi bor. Voy jonim. Настроениялari ham zo'r bo'ladi. Настроенияsi tushib kelgan odamni ham ko'tarilib ketadi. Bu qarang, hammamiz 5-molga kelganda настроенияmiz ko'tarilib ketdi-yu. Voy chiroyligini qarang. Ular oq tumshuq shvet mana, shvet tozasi mana mana shu. Ana bo'lsin. Maza qilsin. Endi Shoxini uchida qorasi bordan bo'yniga. bo'g'oz. 3 oyga beraveramiz. Ana bo'lmasa. Yo'lkalari bor. Oqquloq shoxin uchda qorasi bor shunda. Hali butun umri, kelajagi hayot ol. Hoji aka, dumi yerga tegib turgan molni suti ko'p bo'ladi deydi-da. Ashlaqa mol ekanda mana. Egasi kessa kessin, biz kesmadik. Gap Ketgan paytda narsa kesib olaveradi. kesib olaveradi. Kesmabdimi qarang. Voy bugun bir-biridan go'zal. Oma. Simental kavshanib turishlarini qarang bo'ladi ular. Bilmayman Muzaffar aka, ish qilib bugun yetsin obunachilarga. Agar tugab qolgan bo'lsa, fermaga kelaverasizlar. Ikkita ferma bor. Bu kichkinaroq ferma, narigisi katta. Hoji aka, buni ham bitta bo'yini o'lchaymiz, kurashchilarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa, bugun sizlar lakni bosib turaverasiz. Qur'on bo'ldi, boshqa bo'ldi, ololmaganlardan uzr so'rayman. Ha. Tugab qolib, sizlar hali atay syomka qilib qo'yapsizlar, sotib, una gap yo'q. To'g'ri. Telefon qilsa, Nechida bo'lsa ham telefon qilsin. Ikkita nomer qo'yapmiz. Biri ishlamasa, biri paytda biri ishlamasa, biri javob turibmiz endi. Ha. Kechasi nechida bo'shasa ham Rossiyadagi aka bular nimalar ham telefon qilish. Rossiya bilan tushuntirib o'tdi. Rossiya telefon qilsa, gaplashsa O'zbekistondan telefon kelib qolsa, uchilib qolar ekan. Ovozli pochta qilib yozsin, hammasiga javob qaytaraman. aka 30 ekan 25 ga olsin bu ish. Alla Muzaffar aka, hoji aka. 25 ga olsin. 3 oylik bo'g'oz. Joli bo'g'oz. 35 million so'm narxi o'zi. Ha. Bugun 35 millionga sotmayman buni. 32 millionga ketdi mol. Bundan ham 3 million tushib beraman. 3 oylik bo'g'ozga, birinchi tug'ishga. Lekin kuragi 4-sini chiqaryapti. Rasovoyasi yetkizgan, tug'magan bu. Yuvoshligini ham ko'rsatib bering, uni qarang. Aka, Hoji aka. Molji. Ha, ashna deb meni sal ko'ylimi ko'tarib turing hoji aka. Siz sizlar olma meni oxiri uchun mol sotib qo'ying ular. Molni. Yuvoshligini qarang. Bu shvedlar o'zi shunaqa bo'ladiki, pisi beradi. Kurk tovuqqa o'xshaydi. To'g'risini aytganda. aka bunga ham 500 tushamiz. Tushunmasangiz bo'lmaydi. Obunachilar xafa bo'ladi. Eshitdingizmi? Narxini to'xtang. 1 million 500 bo'ldi. Hala. Tushirvardik. Aka? Siz 32 do'z 31 yarim. Bo'ldi. Ha, ana. Hoji aka men tarafdan mali. Joli bo'g'ozga 125 dan baland, 125 ga bo'yini 31,5 ga ketdi. Joni sog' bo'lsin, bo'lsa xalqimga bo'lsin. Maza qilsin deymiz-ku. Nag'ini 3 dan shoqin 3gacha tekshirib olaveradi javob. Ana bo'lmasa.
Endi mana bu novvos kallani turishini qarang, turishini. Ukrainkalarimiz. Bosib beramizmi hoji aka hojina uchun bittadan. Duoni olib qoling ulug' kunlarda, xudo xolasa mazaq bo'l. Voy jonivor, meni qarang, tutay to'rtta joyda. deb turibdi. Ikkovi yaqinda bittasiga beramiz shekilli hoji aka. Mana uchovi yaqin, mo ikkovi Ukrainkamni qarang. Vo, bu yerda ham bor ekan kun sanayotgan. Kun sanayotganlari qolgan. Qizig'ini aytaymi? Ha. 1,5 tishdan. 2 tishliklardi-yu, endi yarimtadan chiqaryapti. Endi sayt kuraydi. Endi Voy joni sog' Yoshligini bo'lsin. qarang bu jonivorlarni, uni qarang. Bemalol o'tirib olib, qo'rqmay. bu qarang. Morosim mana aka. Bunda oshiq ha hoji aka. Mana. Ko'zim tegayapti. Mana buni qarang. Marosini ham ko'rib qo'yman. Aka, bular lavashga o'xshab ketadi, ya'ni lavashda bunaqasi bor-ku. Buni qarang. Voy jonivor, birinchisi mana shu, Muzaffar aka. Endi chiqaryapti. Yo'q, 1,5 kilodan bo'ldi. Mana shu yerga ochib bering. Sirazi deyin, uni mol qolib ketdi demanglar. Mana. Ko'ryapsizmi aka? Aka, buni 1 kurak desa ham bo'laveradi aka. Omma qo'yib, 1,5 kurak dedim, Muzaffar akam 1,5 kurakga olaverasizlar. Yarmini ham aytib qo'yapsiz-da. Ularni qarang. Hamma yo'g'ini aytib o'taylik, u qulog'idagi birkalarini. Ukrainka toza sementlarimizga toza eston. Ana, Uniki buni ham ko'rib. nechta ekan hoji aka? Buni ham 1,5 tami? Bu bitta ekan aka mana. Endi chiqaryapti. Ana, bo'ldi endi Muzaffar aka aytib qo'ydi, buni 1,5 taga olaversin buni ham. Bitta joydan chiqqan. Bitta zang shoxlariga qizlar ham ishlar. O'rgatib qo'yibsiz-da, Muzaffar aka. Biz abimiz tozalab qo'ymadik. Ha. Egasi tozalab. Xudo xolasa, siz o'rgatib qo'yibsiz, arg'amchi solib. Qashlashib, Buni tozalashib. 28 ekan, buni 25 ga olsin. Ana. Bunisini ham ushlab bering yerlarni o'zi. Voy, hoji aka. Mana. Yuvoshligini qarang jonim. Ana jonivor. Mana buni ham o'lchab qo'yaylik. Bunisi baland. Ha. Baland. Bu 30 chiqar. Buni 30 chiqdi, buni 28 ga olsin. Ana bo'lmasa. 5-degini Ha. 15 kunda tug'ishga olsin. Xo'p. 6-degini 1 haftaga tug'ishga olsin. Bu ertakroq ekan. Ertaga tug'sin, duvar yoki indinga, yoki 1 haftaning ichida xudo xolasa Hoji aka, yetalaymiz bularda. Yetalaymiz-a? yetadi. Keling Abdulloh. Keling Abdulloh. Ikkovingiz haqiqatdan yetalab bering. Bitta o'zini yetalasam, ikkovi teng yetadi. Ikkovi teng yuradi mollar. Eston qoldimi deb 5 Estonni so'rashib Nega ketgan. telefon qilgan? Mana Endi beramiz ashular. Nomeri esda qolgan bo'lsa, siraz aka sizga kecha ulgurmagan bo'lsa, bugun olasiz deysiz. Voy jonivor, mana qarang. Aka, bu ko'rgan odamchi, mayaqini ko'rsatmasangiz novvos ekan deydi. Aytganingiz kelsin, iloyim nasib qilsin. arg'amchiga menda tushdi mana. Xudo xolasa yerga qarab yuradi, targ'amchiga tushgan. Bu qarang aka. Muzaffar aka, ikkoviga mayli, mana u ertaroqroq ekan, 1 hafta, bunisi 1 hafta kechroq qolaversin. Endi yopishtirib aytasiz. Ikkoviga. Yopishtirib aytaymi? Addenni sotilaveradi lekin. 40 milliondan. Qimmat qo'rqitdi. Qo'rqash. Men desam darrov aytysizlar. O'zi bilyapti-da, hoji aka ham bilyapti-da. Menimcha hamma qimmat nima sotadigan qilib yormasin, 40 million boshqa joyda aytyapti deyapti. Ha, shunday deydi. 36 milliondan jupiga olishsin. E, Dastlabkasi bergan oldi. 5 mingdan. 3 millionga ketdi ikkovi. Ha. Nomerlari 5 6 turibdi. Ha, qarang 5 bo'lsa. Xohlagan bittasini olsin, xohlagan jupini olsin. 35 milliondan vodiy bo'ylab yetkazib beradi. Tanlab olish huquqi ham sizda. Mashalloh deb nasib qilsin deylar. Mana buni qarang, molda turishini. Krediti yo'q, qarzi yo'q. Butun umri kelajak. Hali mana bu tuqquncha boru. Mana shu yergacha keladi. Mana shu yergacha keladi, orqasigacha keladi. Yurishlarini ham olib qo'ying. Bitta paxotkalar. Buni qarang, fermadan chiqqani hamma yo'q. Fermada chiqsa, mana shunaqa hamma yo'g'i go'ng bo'lib turadi-da. Voy jonivor. Mashi. Muzaffar aka buni 35 milliondan 70 millionda qoldi ekan. Qoldik, endi yaqin bo'g'oz. O'zingiz ham bilasiz. Yo'q, Hamma to'g'ri. joyda tortishmaydi u yaqin bo'g'ozni oldi. To'g'ri. Xaridori ham ko'p bo'ladi-da. Xaridori ham naq, xudo Xudo. xolasa. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Samarqand, Qoraqalpog'istongacha telefon qilib bor beradi. Qoraqalpog'istonlik akamiz har kuni mana gapirib o'tdi, har kuni tanasi qolsin deydi. Mana to'g'ri gapni aytib qo'ying. To'g'risini halolim gapirib o'tam 10 million pul tashlab bergan. Tanasini olaman deb. Prosta kechroq tashlabdi. Men hojiga aytib Bir ikkovimiz nima bo'lsa sotib qo'yibman. Ha, siz sotib qo'ygan. Mana aytib o'tiraman, 10 million pul kartada turibdi. Xolasa tashlab ham berasiz, to'g'rimi? Misol bunaqa bo'lsa menga ishonaversin, mana har kunga mol. Xohlagan tanlab olsin, xolasa 10 millionnalik ulgurmayapman degan joy. Elyor aka qarang, hozir tashing kartaga deb tashlasam, pul tushirib berib tursam, men unga sotmaslik nomardlikda. Endi valigi
tushunmovchilik bo'pti. U lekin U bu aka akamiz tushirguncha biz bir bosib soat vaqt qo'ydik. o'tib, o'zi ham aytibdi mana telefonimda xolasa dakazat bilan o'zini gapiga. O'zi ham aytib ulgurmay qoldim deb. Mashina ham bitta sementalım, rosa ko'p so'raganga atyapti chiqib Ha, berdi. to'qol variantida. To'qol varianti. Mashalloh, zvachkasi og'zida. Voy, chiroyligini qarang. Oyoqlari ham istiqomat. Lekin dehqon bo'lsa bori, umuman qo'yib bermaydi, sotmaydi ham. To'g'risi bularga tirikchilik, to'g'risini aytib ketish kerak. Shuning uchun. Lekin buni o'lchasak, nargilar necha chiqadi, hoji aka? Buni 25 tanga olaveramiz. Buniki 35 chiqadi. 40 ga ham olaversan. Agar 35 chiqsa, mana shu molni 35 ga beraman. Mana shu gap yozilsin, 35 chiqsa, 30 ga beraman. Ana. 40 chiqsa-chi. 40 millionga beraman. Ay, pastroq aytasiz. 150 chiqsa-chi demadingiz. Keling, shuni dakazat qilib beraylik mashina mana shu yerdagi mana. Mana, ayaqim taydan olib chiqib 130 may top bo'ldi. 36 anaqa chiqyapti aka. Endi 36 ga beramizmi endi? Yo'q, ular deb, ne hoji aka? 36 ga. Chiqayotgan qarab turing, 1.35 ga olsa, Ana. Gap ketib qoldi endi. 35 millionga ketdi. Pastroq chiqishi kerak edi ekanda. Endi buni qarang. Buni biz Muzaffar aka necha oylik? Buni bo'g'ozga ham qisirgan demayman. Ha. O Sabab? asalimni yelini Chiqyapti. tortadi o'zi. Hoji aka tortib endi shunday yashayotganini ko'rsin. Aka Buqa qo'shilgan 3 oy bo'lgan katta zagonga. Buqada irg'igan yo'g'u, yonida yurganlarini Video qilib, video qilindi bor. hozir keldi fermadan. Fermadan hozir olib keldim buni, mana shu tozalanayotganimiz endi yo'q. tozalangan. Lekin asalini soqib ko'rsatib bering. Mana. Endi Asali bo'ladi. mana. Asal chiqib. Buni bo'g'oz deyotdingiz demasin, iloyim 5 oylik bo'g'oz chiqsa. Iloyim 5 aytganingiz kelsin. Bo'g'oz bo'lsa 50 million. Bo'g'oz bo'lsa 50 millionni kashfa turganini oling. Mashina nima qilam hoji aka? Aytgan o'p bo'lmasin. O'zi men yaxshi 35 ham. Bor 34 yarim. Ana bo'lmasa. 34 yarim. Hoji aka, sen oxirida bonus qilib bering. Aka telefon qilsa Hoji. 34 million. Qo'y zagonga qo'yib yuboraylik. Qanaqa sizgachi mol qutdi qironi Muzaffar aka tiqilib yotibdi mol. Manitda ham tiqilib Buni yotibdi. ham 2000 Endi dollar qarang. bo'lyapti. Kommentariyaga yaxshi yozsin, meni emas. Ha, men hozir maqsad sotish, lekin meni yomonlashmasin. Nechun boraman deb. Ey, hoji aka. 34 million. 34 millionga ketdi. Keling. Shunchalik Bo'lsa, jahon hisob bo'lsin. Obunachilarga bo'lsin. Sizlar kutgandek video qilib berdingmi? Xalqni o'zi aytgandek hoji akam aytmoqchi, tumshug'ini uchidan dumini uchigacha, kerak bo'lsa oyog'igacha hech qanaqa g'uborchi aybi yo'q. Ko'rib olinglar. Ko'ring mana aka. Haligi ishgan unaqa narsalar yo'q. Tug'magan bor. Keyin sizlar bitta joyini ko'rsangiz, Muzaffar akam bilan hoji akam molni 10 ta joyini ko'radi. Siz 10 ta joyini ko'rsangiz, 100 ta joyini ko'radi. Sababi nimaga? Siz hoji akam bilan Muzaffar akamni taniysiz-da. Bu hoji akam olib kelgan firmasini hamma yo'g'ini biladi. Aka manaqa deb. Shuning uchun sizlar to'g'ri, endi kimdir aytishi mumkin, Elyor aka qimmat, lekin yaxshi mol har doim arzon. Chunki arzon molda nimasidir borki, arzon bo'ladi. To'g'rimi? Endi fermadan kelgan odam menga 2 oy 3 oyga oling deb sotdi bu o'g'il. Ha. 3 oylik chiqadi deb. Men shu molga bering, bir xursand bo'lib qolishsin maza qilib. Bo'ldi. Mana asaliga deb ko'rsatdim. Xudo xolasa bizda hamma yo'q, jonli bo'lsin. Jonli. Chiqib qolsa, baxt chiqmasa, yaxshi uruqqa qo'yadi. Bir kun nima bo'ladi? Bir ko'zni ochimguncha ketyapti. Nabarot. Oylik bo'g'oz deb sotmayapman-ki buni. To'g'ri. Bugungi video roligimiz juda ham chiroyli, g'aroyib bo'ldi. Qanijoninglar sog' bo'lsin. Niyatni yaxshi qilib, ota-onasiga rahmat deb tilaklarni bildirib ketinglar. Sizlar bilan har doimgidek Elyoruzdan kommentariyani laykni bossa, 1000 ta layk bo'lsa, 2000 ta kommentariya bo'lsa, 2 ta odamga tushirib beraman. ha joni sog'. Shunday o'tkazamiz, qaytaramiz. O'zingiz Qarab qarab turing. turashinga olib bering. Ha joni sog' bo'lsin. Qalay bo'ldi obunachilar? Bugun bo'lsin, halqa bo'lsin dedi. Mana bularni qarang, sog'lom mol ko'vish qaytarib turadi. Qaysi bular payga o'ynayapti, hoji aka ko'vish qaytarish bo'yicha-chi. Mana uni qarang. Bu nima deyapti? Mana bu nima deyapti? Mana uni Siskilarimizni qarang, sementallar. buni ham hoji aka arzon qilardi. Zomaling buni suti bor-da, hoji aka. Ertaga quruq qolmasda buni. Ashuna tepanda. Qandakiga bitta bo'za bekarga qolib ketadi. Bugun qaranglar, rasa ko'pchilik mana shunaqa so'rovdi. Bugun sizlarni zakasinglar bo'ldi-da. Bu qarang. Qarang, 3 oylik bo'g'ozga 3 litr sut olaversin dedi. Nimaga ertaga uyingizga bor 5 litr bersa, Muzaffar aka, hoji aka rahmat, haligi shvedni oldim desangiz, bular beradigan bo'lsa, bir china qaymoq beradi mana shu mollarga. to'ppa-to'g'ri. O'zi 3 litr sutdan bir kun odamga zo'r. Zo'r. Xamir quyitgani, xamir qilgani
Zato nesi taraf sakalli. qo'ni qo'shnidan so'rab yurmaydi. Uyda bor. Keyin sutni topshirsa ham qo'shnilar naqd ura bankanchiga pulni solib ketadi. Joninglar sog' bo'lsin. Qani ketdik, sizlar bilan elyoruz bu.